Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, bizni Umid.uz kanalimizda ashaddiy muxlislari va issiqxona yo'nalishiga qiziqadigan dehqonlar, bog'bonlar. Biz yana xudo xolasa narx-navolarni yangilash maqsadida sizlarga teza mana shu Ali Baraka do'konimizdan sizlarga videolar tayyorlayapmiz. Bugungi videolarimiz ham o'sha yoz mavsumiga taalluqli bo'ladigan ma'lumotlar bo'ladigan umiddamiz. Assalomu alaykum Asadbek. Assalomu alaykum Umidjon aka. Alaykum Yaxshimisiz? assalom. Ali Baraka savdo markazimizga xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Yaxshimisiz aka? Tinchimisiz? Rahmat, Xudoga shukr aka. Ishlar bilan charchamasdan, Rahmat. kunlar isishi bilan. Rahmat, zo'r. Mana shu kunlarda isishi bog'bonlarimizga, dehqonlarimizga jicha noqulaylik vaziyatlar tug'diradi. Shuning uchun mana soya setkalarimiz, bundan tashqari mana sovutish sistemalari, tomchilatib sug'orish hozir mana rosa mavsumi. Shular haqida endi narx-navolar. Mana ko'rdingiz o'tgan safargi videomizda narxlari zakonni aytilganligi uchun obunachilarimiz ham xursand. Ha, bo'ldi. Xo'sh, Umidjon aka, bilasiz, oldindan yetib o'tganmiz aka, narx-navolarni e'lon qilmasdik. Endi ozgina chuni chiqarib narx-navolarni imkon qadar dehqonlarga yetkazib boryapmiz. Hozirgi mana aka Umidjon aka KGSda tayyorlanib turgan soya setkamiz bir akamizni issiqxonasiga o'sha 30 metrga 40 metrli teplitsaga razmerga olib, to'liq holatda bekitib beradigan qilib tayyorlanyapti. Bu soya setkamiz aka Xitoyda 55% soya setkasi. O'sha 3 yildan 5 yilgacha O'zbekistonda ob-havosida zo'r xizmat qilib beradigan eng sifatli soya setka hisoblanadi. Chekkalari mana manjitli qilib tikilgan aka. 3 qavatli. 3 qavatli manjitli. Eng buni zo'r tomoni aka, bunga jilka umuman aralashtirilmagan. Jilka mahsulotdan foydalanmagan, to'liq o'zini materialda tikilgan bu aka. O'shani hisobiga 3 yildan 5 yilgacha yaxshi xizmat qilaveradi. Buni o'sha oldin mana shu dehqon akamiz ishlatgan akamiz issiqxonasida hozir ishlayapti. Soya setkamiz. Yo 3-yo 4-yil edi o'zlari yetishyapti. Shu bo'yicha dehqonlardan olgan ma'lumotimizni biz dehqonlarga aytamiz. Buni ishlatmasdan, netmasdan turib garantiya berish yo'q. Albatta buni ishlatgan dehqonlardan so'raymiz, qanaqa xizmat qilyapti. Dehqonlar tomonidan berilgan ma'lumotlar asosida, shu asoslarga ma'lumotlarga tayangan holatda garantiya beramiz. Buni ishlash haqida ma'lumot beramiz. O'shaning uchun bizdan olgan dehqonlar ham ancha minnatdor, xursand. Aka, noto'g'ri ma'lumot berilmagan, hech qachon shotiga chiqarib qo'yib, keyin sekin shotini olib qo'yish yo'q bizda. Tushunarli. Qo'limizdan kelgan fikrni berib, ma'lumotni berib boramiz mahsulotlarimiz haqida. Buni mijozlarimiz juda hammasi bildi, 55% lik garantiyasini ishlashini. Endi Umidjon aka yana bir yo'li narxi aka, bular sortiga qarab O'zbekiston, Xitoy, Koreya davlatlarining soya setkalari bor. Shu 55%larimiz 1000 so'mdan 1300-1400 gacha narxi plus minus sortiga qarab 1 kvadrat, 1 kvadrati, birga bir holatda narxi bu. Xo'p. Endi Umidjon aka, bu tomonda o'sha hozir magazin, marjinaxona, har xil endi naveslar, hovlilar, sahna. Hovli ayniqsa hozirgi kunda xonadonlarda biz oltarida bo'lganimiz bilan uzumlar ham kamayib ketibdi odamlarning yuzida aka. Bu soya setkalarimiz aka yana 2 metrdan 12 metrgacha zavodskiy razmeri. Endi dehqonlarda, mijozlarda aytgan razmeriga qarab tayyorlayveramiz. 2 metrdan 12 metrgacha zavodskiy razmeri. Rulon 100 metr bo'ladi aka. Xo'sh, foizlari 75, 85, 95, 120 grammgacha bo'ladi. Endi yana bir narsani aytib o'tamiz. Umidjon aka, mana shu qo'limizda turgan soya setki 75% lik 80 grammligi bu aka. 80 grammlik, grammi og'irroq bo'ladi, jicha qalinroq to'qilganga o'xshab turadi, lekin 85% lik emas. Buni 85% lik 90 grammligi bor aka. Endi buni hozir sizga men ko'rsataman, 75% likda 65 grammli soya setkasi. Grammi ozroq, ozgina soya salqini bo'shroq bo'lib turadi. Bu zichroq bo'ladi. Endi buni aytganimiz sababi, oyab turgan mijozlarimiz albatta grammini so'rasin, grammiga aqli yetadigan mijozdan so'rasin. 80-85 bo'lmaydi. Chunki 75 ta grammi ozini qo'liga ushatib, 75 ta grammi ko'prog'ini qimmatroq narxda sotyapti turganlarni eshitdik, ko'rdik. O'zimizdan olib chiqib ketyapti turganlar ham shunaqa muammo bilan bizga klientlar telefon qildi. Shu bo'yicha ozgina muammo bo'ldi. Endi shuni xo'p, mana hozir mana grammini gapiryapsiz-da, mana shu grammni obunachilarimiz qayerdan bilib oladi? Masalan, siz mutaxassissiz bilib olasiz, tanib olasiz. Bular qayerdan biladi? Endi asosan grammi Umidjon aka narxida aniqlanadi. Endi buni o'lchab taroziga qo'ygani dehqonda, keyin xaridorda imkoniyat bo'lmaydi. Endi sotuvchini o'ziga ozgina insof bersin degan gap bor aka. Demak, insofni sotuvchida. O'shunaqa. Endi buni aldayman desa, demak, har tomoniga aldaydi. Endi sal e'tiborliroq bo'lib savdo qilaveradi. Buni endi biz o'zimiz qo'limizdan keladi, buni etish.
shu etish bizga majburiyat sifatida qabul qilganimiz uchun aytib o'tyapmiz. Bizga misol ishonib kuzatadiganlar bor, Albatta, fikrimizni qabul qiladigan odamlar bor. Shuning uchun aytib o'tamiz. Yaxshi. Endi shuni bir Yuqoroq varianti. yuqoroq variantini ham ko'rsatib o'tamiz Umidjon aka. Qani. Xo'sh. Mana. Xuddi shuni aka. Ha, bu demak, yuqoroq. Albatta shunday ushlaganingizda o'zi bilinadi. Bu ham 75% lik, faqat grami ozroq. 65 grammligi. Bu 65-70 grammgacha totaveradi bu. Buni o'zi mana tashqari holatda ham ko'rinib turadi. O'zi videoda ham sezilsa kerak aka, arqa tomonlari sal yuqoroqligi. Ha, bemalol qo'lingiz ham ko'rinadi, arqa tomondagi odam ham bemalol ko'rinib turadi. Bu endi lekin Umidjon aka shu 65 grammlik bilan bu 80 grammligi narxi bizda bir xil narxda chiqadi. Misol kimdir buni grami ozroq deb turib buni misol hozirgi kunda o'zi sotilyapti turgan narxi 4000, 5000 bo'lsa, undan 6000, 7000 sotishi mumkin. Lekin bizda mana shu optim tarqatadigan joyda narxi bir xil chiqadi. Bunga 4000 narx qo'yib berdingmi, unga ham 4000 narx qo'yib beramiz. Bunga 2500 narx qo'yib berdingmi, 2500, unga ham 80 grammligi ham narxni bir xil qo'yib beramiz. Endi shu joyda bitta savol keladi-da menga. Nima sababdan narxi bir xil bo'ladigan bo'lsa, o'sha sifatlisini har doim sotmaysiz? Endi bunday narsa ham bor aka. Bu 75% da 65 grammligini asosan issiqxonachilar ishlatadi. Uni soya salqinga xonadonlarga ishlatsa bo'laveradi. 95 ga pul yetmagan xaridor o'shani olib ishlatsa aka bemalol 95 ta effektini beraveradi. Tushunarli. 8000, 10000 dan 95% soya setka olib 10 ga 10 joyiga 800 ming, 1 millionga olgandan ko'ra kelib aka 400 ming, 500 ming ishini bitirib o'sha zodagon qo'shnisi aka 95% totgan bo'lsa aka, cho'nta yuvib qoroq akamiz 85 lik olib borgan bo'lsa, ikkoviniki bir xil salqin qilib turaveradi aka. Ikkovi effekti bir xil bo'laveradi. Bir xil bo'laveradi aka. Tushunarli. Ikkovi 100% bir xil effekt beradi. Bu yengilligini hisobiga teplitsalarga bo'laveradi. Bu issiqxonaga, misol 55% soya setka ishlatib qoniqmagan dehqon akalarimiz bor. Yana lo'qa sepishim kerak ekan, yaxshi salqin qilmayapti degan odamlar 75 likda 65 grammligi bor. Narxi ham arzon, bunaqa ko'tarilib ketmaydi aka. Keyin aka dehqonchilik uchun narxidan ko'ra sal effekti ham bo'lish kerak. Albatta. Buni pulim bor ekanini olib borib teplitsachiga yozib qo'ygani bilan ertaga o'sha ekkan pomidori qizarmasa yoki aytgandaqa tonna meva bermasa, bu setkamiz 0 ga teng bo'ladi. To'g'ri. O'shaning uchun aka, qo'limizdan kelganicha aka bu haqida yaxshi o'zimiz ma'lumotlarni yig'ib, bizdan kelib ma'lumot so'ragan dehqonlarga aka aqlimiz yetganicha qo'limizdan kelganicha to'g'ri maslahat beramiz aka. Hozirgi berilgan ma'lumot menimcha zo'r bo'ldi shekilli. Endi o'sha o'zimizni qo'limizdan kelgan ma'lumotlarni aka shu dehqonlarga beramiz aka. Borini endi kamini endi kommentariyada bunaqa deb o'sha o'zlari bilganini bizdan yaxshiroq o'sha dehqonchilikka eski dehqon akalarimiz yozib ketsa o'qib yana qo'shimcha qilib olamiz o'zimizni. Bu setkalarimizda o'sha foizini aytgan holatda narxini aytaylik imkon qadar. Xo'sh, Umidjon aka, issiqxona uchun aka 75% lik 65 grammlik aka soya setkamiz aka katta ob'yomda totadigan akalarimizga aka kvadrat narxini 0.22 sent qilib beramiz. Endi hozirgi kunda deyarli 2500-2800 so'mda atrofida. Endi bundan bag'i aka buni aytganimiz sababi aka o'sha issiqxonaga totadiganlar ham ko'payib ketdi 75 ta, o'shaning uchun aytib o'tyapmiz. Endi bundan ag'a aka o'sha xonadonlar uchun soya salqinga ishlatiladigan 75 gramm og'ir, 85 grammlik, keyin 95% liklarimiz aka narxi 4000 so'mdan aka 7000 so'mgacha. 4000 so'mdan 7000 so'mgacha. 4000 so'mdan 7000 so'mgacha aka narxini qo'yib berganmiz aka. Endi o'sha aytib o'tamiz, kesilgan tomonini albatta chiroyli tikib berish, bitta shu narxning ichida. Tushunarli. Bu necha metr bo'lishidan qat'iy nazar. Farqi yo'q aka. Enini bizdan aka 50 metr qilib tayyorlatib olmayman aka, 50 metrini tikib beramiz aka. Qo'shimcha tomonlari pulli. Bu tomonni tikib berish, o'sha qo'shimcha tomonlarni tikib, bukib, chiroyli qilib smotishga tayyorlab berishimiz aka, bularniki o'zini alohida narxi bor. Qo'shimcha xizmati bor bular. Xo'p, yaxshi. Yana nima ma'lumotlar berib o'tamiz? Hozir endi yana soya setga sherik bo'lib kelib turgan sezoni aka, axlajleniya tizimi, gofra, ventilyator mahsulotlarimiz. Bularni ham aka alohida hozir video davomida bir qator aytib o'tib ketamiz aka. Ketdik bo'lmasa. Umidjon aka, mana hozir aytganimizdek, axlajleniya uchun ventilyatorlar asosiy axlajleniyaning yuragi hisoblanadi. Albatta. Bular bo'lmasa bo'lmaydi. Bular bo'lmasa o'sha issiqxonada gradus tushirish hozirgi kunda qiyin bo'lib ketyapti. Havo ham ko'ryapsiz. Bir pastlab, bir isib, ob-havo ham xil bo'lib ketib qo'yapti. Xo'sh, Umidjon aka, bu ventilyatorlarimizda razmerlarini aytib o'tamiz birinchi. Xo'sh, endi 50 ga 50 dan boshlab razmeri aka. Kichkinagidan. 50 ga 50 dan boshlab
Eng kattasi 1.40 ga 1.40 razmerimizgacha bor hozir Aha. nalichada. Aha. Xo'sh, endi 220 tok ishlaydigan hamda 3 fazaga ishlaydiganlari ham bor ekan. Aha. Kimga qanaqasi zarur bo'lsa, buni sherigi gofra mahsulotlarimiz ichkarida turibdi. Mhm. U gofra mahsulotlarimiz razmeri qalinligi 15 sm, eni 60, balandligi 120 bo'ladi. 120, xo'sh, 1,5, 180, 2 metrgachasi bor. To'rt xil razmer. Qalinligini ham farqi bor, a? Qalinligi 10ligi, 15ligi bor. Aha. Endi hozirgi kunda biz O'zbekistonda ishlatilyapti turgani eng hadovoy razmeri 15 sm. 15ligi. Ha. Gradusda yaxshiroq sovutib beradi issiqxonada, suv miqdori ko'proq, o'shani hisobiga 15 yaxshi ketyapti. Mhm. Endi Umidjon aka, bularimizni narxlari bo'yicha narxi endi buni assortimenti ko'pligi uchun общий narxlarini aytamiz. Hop. $100 boshlanadi bu mahsulotlarimiz. Eng pasti. $100, 120, 135, 155, 75, $175gacha har xil razmer, ikki xil tok tishlaydigan 220 3 faza tok tishlaydiganlarimiz bor. Keyin buni aytib o'taman aka, 56 kilolik, 42 kilolik ashnaqa razmerlar deyshadi. Bular o'sha eng originalidan 56 kilo og'ir vestagisidan aka. Demak, kilosida ham farqi bor. Ha, kilosida ham farqi bor. Buni endi dehqonlarimiz yaxshi tushunadi. Yaxshi. Teplisachilar. Aha. Bularning narxi bo'yicha, keyin bularga yarasha ma'lumot uchun bemalol pastdagi nomerlarga o'zimiz Albatta, raqamlarimizga albatta. telefon qilib Albatta. ma'lumot olishlari mumkin. Yana bir narsa, kelganda albatta buni tokka suqib tekshirtirib beradi Aha. o'zlari. 100% Buni ishlashlarini oldingi videolarimizda ham ko'rsatganmiz buni. Aha. Bu tomonida jalyuzalari bo'ladi Munjon aka. O'zi avtomatik shamol o'zi ishlaganda ochiladi. Aha. Buni troslari bor. Ventilyatorda o'zini haydashiga ochiladi. Haydashiga. Ha, keyin mana ikki o'rtasi shikifli variantlaridan olib kelib qo'yganmiz buni so'raganlarga. Aha. O'rtasi buni shikifsiz varianti ham bor. Ikkalasidan ham bor. Mhm. Kimga qanaqasi qulay bo'lsa, qanaqasini olgisi kelsa aka, shundan qilib beraman. Narxida o'zgarish bo'lmaydi. Tushunarli. Demak, chama qilib kelish uchun $100 dan $175 narx-navolarimiz Ha, ishni razmeriga qarab o'zgarib turadi. Shunaqa. Buni keladi xaridorlarimiz 3 fazasini ham 220 sini ham shu yerda ishlatib aka, motorlarni ishlashini bilib, aka, jalyuzalarni tekshirib, ventilyatorlarini alohida tekshirib beramiz remellarigacha aka. Xudo xolasa olib borib ishlatadi aka, umuman motor qismidan, ventilyatorda общий o'zidan aka muammo chiqmaydi umuman. Sifatiga bexijolat garantiyalarni beramiz. Tushunarli. Demak, aziz obunachilar, berilgan ma'lumotlar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta layklarni bosinglar. Ventilyator sohasidagi videoni mana shu videomiz tugagandan keyin ekranimiz burchagida chiqadi. Shu bitta bosib, to'liq ma'lumotlarni, buni ishlashlari, o'sha tutun haydab ishlatib ko'rganlarimiz bor. Bemalol videoni ham ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Albatta. Asadbek, sizga ham kattakon rahmat. Bo'ldi, Umidjon aka. Umid Uz kanalimizdan kelganlarga albatta yengilliklar, Albatta chegirma bor har doimgidek. Demak, video davomidagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqib, o'zlaringizga qiziqtirilgan savollar yoki qaysidir mahsulot zarur bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Telegram ijtimoiy tarmoqlarida ham profillari bor. U joyga o'tib, teplitsengizni rejalashtirish bo'yicha ham agronom xizmatlari bor. Xizmatlari, agronomlarimiz bor, ulab qo'yganmiz. Bemalol savollariga javob olsa bo'ladi. Salomat bo'ling. Umid Uz.